iPadni sotganimdan keyin meni tanishyaptimi? Ikkinchi qism. Sizlarga ozgina bo'lsa ham tanita olgan mana shu Mubin Lolug'ni bugun strimiga kirib prank qilamiz. Har doimgidek o'sha gaplar. Mubin opa, boyagi qattalar. Ko'rinmay qoldi-yu, xabaringiz yo'qmi? O'zi bu narsalarga ko'z yumib indamay ketsam bo'laveradi, lekin xalq hamma narsani bilishi kerak. Qilayotgan donatlaringiz qayerga ketyapti va shu streamda o'tirib oltinga teng vaqtlaringizni sarflayotganingiz qayerga ketyapti? Keyinchalik qadrlanadimi, yo'qmi? Shuni sizlarga yoritib bermoqchiman. Bu hech qanaqa g'iybat emas, hech qanaqa hayp emas. Shunchaki sizlarga ozgina bo'lsa ham achchiq haqiqatni ko'rsatmoqchiman. Bo'lmasam ketdik. Har doimgidek meni yozganim streamershalar hech qachon o'qimaydi, lekin e'tiborli modellardan biri. Hoji degan brat meni sezib qoldi. Sezdirib qo'ymang, edit ketyapti dedim va yana Mubinaga o'sha savolni berdim. Bizni kibritsa yoki kibirshalarimiz har doimgidek prosto kommentariyalarda o'qimaydi. Moder esa, ya'ni Hoji esa menga yordam bermoqchi. Endi shu yeriga diqqatli bilan e'tibor bering. Hoji yozdi: "Mubi, boyagi qattalar ko'rinmay qoldi, xabaringiz yo'qmi?" Hojini yozganini 100% o'qishini bilib turib o'zimcha xayollarimda, agarda Mubin Lolo hozir meni tanisa, ha, boyagi manaqa qilyapti, hozir iPadlarni sotib olgan desa, shunaqa zo'r reaksiya video qilaman deb tursam, boyagi kattalar ko'rinmay qoldi, xabaringiz yo'qmi? Вот это поворот deydimi? Qaysi boyagi? Bir tarafdan iPadimni sotganim ham juda yaxshi bo'pti. Ko'zlarim ko'r bo'lib, oltinga teng vaqtlarimni shu yo'nalishga sarflab o'tib ketardim ekan va oxirida qachondir to'xtatganimda meni itam tanimasdi ekan va eslamasdi ekan. PUBG sferasida любой yo'nalishda sizlarni ko'nglinglarni olishga va yuzinglarga tabassum yurgizishga aqlim yetadi. Avogadro aytganda, aka bu yo'nalishni qo'ying, birovlarga bekardan aktiv va axvat yig'ib beryapsiz, undan ko'ra boshqa yo'nalish qiling degandi. Men esa qo'limdan bir ish kelib qopti, keling shu yoshlarni poddeshga qilib, bir maza qilishsin debman. Oxiri nima bo'ldi do'stlar? Mana o'zingizlar tirik guvohsizlar. Tak что kimga fanatlik qilishdi hozirdan mana shu video rolikdan keyin o'ylab ko'ringlar. Agarda siz bu video rolikni rekomendatsiyada ko'rib meni hali tanimagan bo'lsangiz, profilimga o'ting, video roliklarni ko'ring va mavzu nima haqida ketayotganini tushunib olasiz. Sizlar bilan boyaki bo'ldi. Video rolik foydali bo'lgan bo'lsa bitta like va podpiska bosishni unutmang. Meni esa moderlar mut qilib qo'yibdi. Bravo.